Hayit namozi yilda 2 marta o'qilganligi uchun hammani ham yodida qolavermaydi. 2 rakat Eid Qurbon namozini o'qishni niyat qildim. Xolis Alloh uchun imomga iqtido qildim deb niyat qilgandan keyin Allohu akbar deb takbir aytib qo'l baylanadi. Qo'l baylanib sana o'qiymiz, auzu basmalani aytmay turamiz. Sana o'qigandan keyin yana 3 marta Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb uchinchisida qo'lni baylab turib, keyin Fotihani o'qiymiz. Demak, birinchi takbiri tahrimadan keyin sanodan keyin 3 marta takbir aytamiz. Ikkinchi rakatga turib, ikkinchi rakatda Fotihasi bilan Zam surasini o'qigandan keyin rukuga ketishdan burun yana 3 marta Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb turib, 4-chi Allohu akbarda yana rukuga ketamiz. Demak, boshidagi birinchi takbiri tahrimadan keyin 3 marta aytilinadi. Ikkinchi rakatda rukusiga ketishdan burun 3 marta takbir aytilinadi. Inshaalloh namozni oldida yana bir takrorlagan bo'lamiz inshaalloh.